Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari, mini traktor uchun tayyorlantirilgan pritsepni xudolasa risollari boshlandi. Bugun risollarni o'rnatib olsak, ertaga balonlarni qo'yib, o'qlarni qo'yib, chiroqlarni ag'daramiz. Ag'darganimizdan keyin bitta videosini chiqarib beramiz. Bu pritsepimiz razmeri eni 1.80, uzunligi 3.5 metr, o'ngga chapga ag'daradi. Mini traktor uchun tayyorlanyapti. Silindrli bo'ladi. Risollarimiz 9 talik pachka holatda bo'lyapti. Katta pritsepni risollardan qo'yapmiz, butunidan qo'yapmiz. Sastenasini ko'ryapsizlar. Tiniq xudo xolasa uyaltirmaydigan risollar qo'yib beramiz. Bu pritsepimiz materiallari hammasi konteyner materialdan bo'ladi. Faqatgina poliga tekis list bosib beramiz, yangi listdan. Yangi 2lik listdan bosib beramiz. Pritsepimizning kuruklari katta pritsepni kuruklardan bo'ladi. Ruminskiy pritsep kuruklaridan Ruminskiy kuruk qo'yamiz. Buni ulaydigan joylari mana dishlalarimiz tayyorlanib ketyapti, birato'la. Xullas, bizni kuzatishda davom etinglar. Kundan kun yangi videolar chiqaramiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tanlay beramiz. Razmerlari sizlar xohlagan razmerlarda bo'ladi. Kraskalarni ham sizlar xohlagan kraskaga sepib beraveramiz chiroyli qilib. Like bosish esdan chiqmasin. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.